oldidagi qorong'ulik. Abdori Qaraxon. 6-chi qism. Assalomu alaykum. Ana tuproqimiz Sharqiy Turkistondan uzilmay kelayotgan nashtardek shum xabar o'qiyanlarda yurak qalbi jigiri o'tmitish bo'lib ketgan muhojiratdagi aziz xalqim, aziz qarindoshlarim, sizlarga oliy salom. Ana tuproqimiz Sharqiy Turkistondagi chorasiz oksigensiz qolgan xalqimizning mush kunlardagi zahardanmi ochiq bo'lgan reallikdagi kechirmishlari muhojiratdagi qarindoshlarimizni uxlamay tush ko'rayotgandek garang holatga keltirib qo'ydi. Biz uchun eng echinishli bo'lg'ini razil Xitoy kommunistlarining axborotni jinining boricha kontrol qilishi bo'lib, Sharqiy Turkistondagi razil Xitoy kommunistlari barpo qilgan jazo lagerlarida, turmalarda, yo'shurun va maxfiy yer osti turmalarida har kuni degudek minglarcha, 10 minglarcha begunoh qarindoshlarimizning o'lib ketayotgan, qattiq qiyin qistoqlarga ilinayotgan, ishki a'zolari maxfiy ilinayotgan naq maydon videoluk tragediyalik ko'rinishlarning Xitoy mustabid hokimiyati tarafidan darajadan tashqari kontrol qilinishi sababli xalqaro jamiyatni to'liq paketlar bilan ta'minlashimizga ba'zan be'abliklarni keltiryotdi. Shundaqdimi Sharqiy Turkiston davosi yo'lidagi rahbarlarimizning, ziyolilarimizning, aktiv faoliyatchilarimizning, o't yurak yoshlarimizning o'z xalqiga vafodor vijdon egalarining tinmay to'xtamay izdinishi, guvohlik berishi va imzo to'plashi, cho'ng va kichik tipdagi namoyishlarni o'rinlashtirishi, o't yurak aktiv faoliyatchilarimizning yolg'iz kishilik namoyishlari, oz sondagi va ko'p sondagi fidokorlarimizning uzun yo'llik piyoda yurishlari va yozma maktublarni xalqaroliq rahbar va parlament a'zolariga yo'llashi hamda shular bilan o'tkir suhbatlashishi jarayonida shundaqla Sharqiy Turkistondagi qonliq zulmni dunyodagi barliq tillarga o't yurak qarindoshlarimizning izchil tarjima qilib anglatishi orqali Sharqiy Turkistondagi razil Xitoy kommunistlarining begunoh xalqimiz ustiga selayotgan qonliq qirg'inchilik siyosati xalqaroga va dunyo jamoatiga bosh bo'ldi. Yani Xitoy kommunistlarining ana tuproqimiz Sharqiy Turkistonda qurgan jazo lagerlarida yotgan va ig'ir qiyin qistoqlarni beshidan kechirgan shahidlarimizdan Ömerbek Ali Efendi, Ruqiya xonim, Bahargul xonim, Mehrgul xonimlarning chet ellarga chiqib bergan isbotliq guvohliklari jazo lageridagi ahvollarning qanchalik darajada ichinishli va tragediyalik ekanligini xalqaro jamiyatga isbotlab berdi. Va yana muhojiratdagi burun o'ttirg'i chiqib boqmagan cho'ng va kichik qarindoshlarimizning, norisidilarimizning ko'krak kerib o'ttirg'i chiqib jazo lagerlaridagi o'z qarindoshlarining va ota-ona urug' tuqqanlarining azob uqubatlik kechirmishlari ham o'limi to'g'riliq bergan isbotlari xalqaro jamiyatni texmi o'yga soldi va jonliq isbot bilan ta'minladi. Ham Xitoyga besim qilishga to'liq asosga ega qildi. Biz yana o'z navbatida sovuqni sovuq demay, qor va yomg'ir demay, Istanbuldan Anqaragacha uzun yo'lda tarixiy iz qoldirgan o't yurak vatanparvar zotlarimiz va o't yurak qarindoshlarimizdan Ali Akbar Damollam va shu ustoz bilan safardosh bo'lgan bizga oddiy yo'llik qarindoshlarimizni unutib qolmadik. Shundaqli yana o't yurak inilarimiz Arshidin va Zulfiqarlarnimi ham bu safardagi g'ayratlik singlimiz Habibanimi unutib qolmadik. Sizlarning ona tuproqimiz Sharqiy Turkistondagi qonliq zulmni dunyoga anglatish uchun bosgan izinglardan tabiatning xushpuroq, rangarang gullari chechaklasin. Men bu yo'lda jafo chekkan barliq qarindoshlarimga
Ana tuprog'imiz Sharqiy Turkistondagi turmalarda, jazo lagerlarida yetayotgan chorasiz qarindoshlarimiz nomidan rahmat aytaman. Diqqat berganinglarga rahmat.